Zo'r. Ha, dada. Qayerda yuribsan? Teleskop kelganman, uyda birga kino ko'ramiz, tez kel. Bo'l, xo'p. Qanaqa kino ko'ramiz? Qaysidir chumo qayerdadir yo'qoribdi-da. O'l chumo. O'sha uchun sen chumoga aytaman-da, olov bilan o'ynashmadim. Qachon o'ynadim? Nima kino ko'ramiz? O'g'lingiz nima ish qilganini bilasizmi? Nima qilibdi meni o'g'lim? Mana. Hech narsa qilmagan-ku. Yep, to'ba qildim. Kamon o'ynab qadab qo'yibdi. Qarasangiz bo'lmaydimi bolangizga? Tarbiya bering o'tirgandan ko'ra. Qanaqa otasiz? Qanaqa disk chigandi? Dada, bugun nima kino ko'ramiz? Shu bugungi qilgan ishing uchun uxlaysan. Men ko'raman kinoni. Пойдем в спальню твоих родителей. Нет, иди сюда. Садись. O'g'limni ustozi, tinchlikmi? Keling. Tinchlik emas. Bu o'g'lingizga qanaqa tarbiya beryapsiz? Maktabda sinfdosh qizini o'pib olibdi. Nima? Meni o'g'limmi? Ha, yo'q, siz o'g'lingiz emas, qo'shningiz o'g'li. Siz o'g'lingizni sizni oldingiz keldimi? Bir tarbiyasiga qarasangiz bo'lmaydimi? O'zi uyda nimalar bilan shug'ullanyapti o'g'lingiz? Shu men bilan har kuni kino ko'radi. Demak, kinolar buzayotgan ekan tarbiyasini. Undan ko'ra bir manfaatli, ma'rifatli ko'rsatuv qo'yib bering o'g'lingizga. Dada, bugun qanaqa kino ko'ramiz? Zakovat ko'ramiz. Voy, zakovat. Nima edi? Hozir ko'rasan, yur. Bu yilgi finalimiz har yilgidan ko'tarinkiroq bo'ldi. Qalay ko'rsatuv ekan o'g'lim? Zo'r. Yoqdimi? O'g'limni ustozi, keling. Kecha nima ko'rdinglar? Ha, shu kecha aytganingizdan keyin ko'rsatuv zakovat ko'rdik. O'g'lingizdan so'rayinchi, bugun rasm darsida nima chizibdi? Kecha men uxlagandan keyin nima ko'rding? Yo, zakovat. Titanik. Rahmat. Baxtli bo'ling. Yana. Rahmat, kinoyi. Belim og'rib ketdi. Kim edi o'zi bu? Bu qo'shnimiz Sherzod aka o'g'lida, yoshda sho'x, hech narsa qilmaydi. Yurmang Nasim To'bek. Qo'shni uyga ko'p o'tayotgan ekansan-a? Ha, deb o'tirma, yosh kelin kuyov uyat bo'ladi. Sen uying bormi? Ha, uyim borda, ahmoq voy. Uyim yo'q bo'lsa, sizni qo'shningiz bo'larmidim. Bor shu uyingga, jinnivoy. Ket demoqchisizlarda, ha? Ha, ket. Yo'q, ketmayman. Endi qarab tur. Men san dadangga telefon qilaman, otangga telefon qilaman. Bo'ldi, kazorlik shart emas. Mana unda olib ketaman. Men senga nima degandim? Baribir telefon qilibdi-da. Terpilli. Hayotim mazmuni. Senga sovg'a olib keldim. Aytgan narsalaring olib keldim. Bugun kechga mazza qilib romantika Sizga qilib. olgan shokoladni onang nomini ham bilmasa kerak. Toy bola. Uzr qo'yilib ketibdi. Suhrob aka. Suhrob aka. Yuring, yangam chaqiryapti. Ertalabdan kelib olgansanmi? Maktab borsang bo'lmaydimi? Gripp bo'lganman. Hammaga yuqadi borsam. Nima, bizga yuqmaydimi? Kattalarga yuqmaydi. Yuring, ketdik. Qarab turdasan, qarab turdi. Keling-da aka. Mana o'g'liz, mana siz. Nima qilsangiz qiling, yangi uylanganman, tushuningizlar ham meni. Ning bor uzr uka. Men senga nima degandim? Remeningizni bering-da. Remen bilan urmang. Nimaga? Remen bilan ursangiz, ay, og'riydi-ku. 10 yoshli bola metal arifmetikadan sovrinli birinchi o'rinda olib, uydagilarga muzlatgich sovg'a qildi. Nima qilyapsan? Kung fu o'rganyapman. Undan ko'ra metal. Ha, mental arifmetikani o'rganasan. Nimani o'rganding? Savol bering. 2 ni ko'paytirib 5 ga qo'shgan 10 ni, ayirgan 20 ning javobi?
Nima? Yo'q, hisob kitob bilmayman, faqat qiliqdan o'rgandim. Bunday qilarkan. Ingliz tili fanidan birinchi o'rinda olgan yoshlarimizga avtomobil sovg'a qilindi. Metaningni yig'ishtir, ingliz tilini o'rganasan. O'g'iltoy, dars qanday bo'ldi? Nimani o'rganding? Oh my god, come on, yes. Juda tanish so'zlarda. Qayerdadir eshitganman.